Payg'ambarimiz alayhissalom aytibdilar, Yahudiylardagi ostona tutmanglar deb o'tib ketibdilar. Sahobalar aytishibdi, Yahudiy jigitdagi ostona qanaqa bo'lar ekan deb turib borib so'rashsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yahudiy uyiga zeb beradi, ostonasi qohol bo'lib yotadi, supurmaydi degan ekanlar. Ana endi qaysi odam tongda turib ostona supursa, unutmasin dedilar. Saharda etagida baraka olib kelgan farishtalar birinchi bo'lib supurug'li ostonaga barakani qo'yib ketadi dedilar. Bir vaqtda biza kelin bo'lib tushgan joyimizda mana shunaqa hovliga tushganman, qaynana oyi, qaynanalari ham bo'lganda, katta oyi. Shu katta oyi 14 ta farzand dunyoga keltirib, 12 tasi qolgan. 6 o'g'il, 6 qiz. Ertalab saharda biza hovli supurgani chiqsak, oyuza bomdod namozini o'qirdilar-da, juda qiyin edi shu